Davr shiddati nafaqat inson aqlini, balki butun jamiyatning ilgarilash salohiyatini sinovdan o'tkazmoqda. Ana shunday taraqqiyot yo'lida milliy iftixorga aylangan sohalardan biri avtomobilsozlik sanoati hisoblanadi. Avvallari chet el mashinalariga orzu bilan qaragan xalqimiz bugun o'z yurtimizda ishlab chiqarilgan zamonaviy, qulay, ishonchli avtomobillardan foydalanmoqda. O'z avtotreyler mas'uliyati cheklangan jamiyati 2011-yilda tashkil etilgan bo'lib, katta yuk mashinalari uchun tirkamalar va o'rnatmalar ishlab chiqaruvchi korxona sifatida ro'yxatdan o'tgan. 2013-yildan boshlab mahalliy va xalqaro bozorda o'z mahsulotlarini savdoga chiqarishni yo'lga qo'ydi. Ishlab chiqarish korxonasi Samarqand viloyatining Jomboy tumanida joylashgan bo'lib, bu hududdagi ishsiz aholi va yoshlar qatlami uchun barqaror ish o'rinlari yaratib berilgan. Bugungi kunda korxonada 500 nafarga yaqin yuqori malakali mutaxassislar mehnat qilmoqda. Faoliyatining dastlabki bosqichida kompaniya 8 xil turdagi maxsus texnikalar uchun o'rnatmalarni ishlab chiqara boshlagan. Bugungi kunga kelib korxona mahsulotlarining turi 130 tadan oshgan. Ular orasida KAMAZ sidilli tortgichlari, avtosamosvallar, har xil hajmdagi yuk furgonlari, avtokranlar, kran manipulyatorlar, ichimlik va texnik suv tashuvchi avtotsisternalar, yoqilg'i quyish mashinalari, o't o'chiruvchi mashinalar, avtoustaxonalar, agrar sohalar uchun maxsus texnikalar, shuningdek obodonlashtirish va yo'l qurilishi ishlari uchun mo'ljallangan kompleks texnikalar mavjud. Ishlab chiqarilayotgan barcha mahsulotlar milliy va xalqaro standartlarga javob beradi. Mahsulotlar nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, balki mustahkamligi, ishonchliligi va uzoq muddatli xizmat qilishi bilan ham ajralib turadi. Kompaniya o'z mahsulotlarining 60% chet elga, asosan mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlariga eksport qilmoqda. Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va qo'shni Afg'oniston mamlakatlari asosiy hamkorlar hisoblanadi. Korxonaning loyihaviy quvvati 6000 donagacha, ya'ni 2000 dona yarim tirkama, 1000 dona osma texnika, 3000 dona tijoriy texnikalar. So'nggi yillarda o'z avtotreyler nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyo va Rossiya mamlakatlarida ham treyler uskunalari bozorda ishonchli hamkor sifatida o'zini namoyon qildi. Birgina so'nggi 2 yil ichida kompaniya o'z dizaynidagi 2000 dan ortiq yarim tirkamalarni tashqi bozorlarga eksport qildi. O'z avtotreylerning 2024-yilgi global treyler reyting ro'yxatiga kiritilishi mahalliy uskunalar sanoat elitasiga ishonch bilan kirib borayotganining muhim tasdig'i bo'ldi. Dunyo yetakchilari orasida 38-o'rinni egallagan o'z avtotreyler o'z mahsulotlari nafaqat yuqori standartlarga javob berishini, balki eng talabchan bozorlarda muvaffaqiyatli raqobatlasha olishini namoyon etadi. Korxonada zamonaviy ishlab chiqarish liniyalarida Germaniya, Italiya va Turkiyadan keltirilgan yuqori aniqlikdagi uskunalar o'rnatilgan. Bu mahsulotlarning sifatli va ishonchli bo'lishini ta'minlaydi. Har bir mahsulot maxsus muhandislik yechimlari asosida loyihalanadi. Mijozlar talablariga mos ravishda individual buyurtmalar ham qabul qilinadi. Barcha treyler va tirkama hamda yarim tirkamalar kafolati ta'minlanadi. Shuningdek, respublika bo'ylab texnik xizmat ko'rsatish markazlari mavjud. Mahalliylashtirish darajasi yuqori bo'lib, uzoq muddatli eksportga qaramlikni kamaytirish maqsadida aksariyat qismlar O'zbekistonda ishlab chiqarilmoqda. Bu narxni ham arzonlashtirishga xizmat qilmoqda. Mana biz hozir o'z avtotreyler korxonasining payvandlash bo'limida uchastkasida turibmiz. Bu yerda Yaponiyaning Fanuc firmasi va Ukrainaning Texvagonmash asosiy loyihachisi qurgan moslama yuk ko'tarish kuzovlarining yonbosh, ya'ni bokovinasini payvandlash jarayonini kuzatib turibmiz. Bu zavod O'rta Osiyoda yagona eng og'ir yuk ko'taruvchi, tashuvchi texnikalarni usqurmasini, yarim tirkamalik texnikalar ishlab chiqarish uchun
loyihalashtirilgan. Hozirga qadar 100 dan ortiq xildagi kuzovlar, tirkamalar, yarim tirkamalar, furgonlar, sisternalarni xillari o'zlashtirildi. Agar qarib 15 yillik ish faoliyatini qarasak, shu davr mobaynida ishga kirgan paytlarimda eslayman, oyliklar 900 ming, 1 million atrofida bo'lgan bo'lsa, hozirga kelib 14 million so'm. Ishchilar o'rtacha hisobda 7-8 milliongacha olishadi. Demak, ko'rsa bo'ladi o'sish dinamikasini, farovonlikni. Shu yerda ishlab turib, o'zim o'g'illarni katta qildik, uylantirdik. Shu bittasi hatto shu avtomobilsozlik sohasida Samarqand Samkuch avtoda ishlaydi, muhandis. U ham shu ota kasbni tanlab kam bo'lmadik, Xudoga shukr, to'ylar qildik. Prezidentimizga kattadan katta rahmat. Men shuncha yil davomida shu korxonani rivojlantirib, boshdan ko'p narsa pandemiya davri o'tdi. Shunga qaramasdan shu korxonani nafaqat saqlab qolish, balki rivojlantirib, ishchilarni oyliklarini, farovonligini oshirib kelmoqda va borgan sari yangi tipdagi, xildagi texnikalarni ishlab chiqarishni o'zlashtiryapmiz. Ichki bozorda mahsulotlar 20 ta rasmiy dilerlik markazi orqali sotiladi. Ushbu dilerlar respublikamizning barcha hududlarini qamrab olgan va mijozlarga tezkor xizmat ko'rsatish imkonini beradi. So'nggi 10 yil ichida savdo hajmi 3-4 barobarga oshgan. Yillik o'sish sur'ati esa 10-15% ni tashkil etmoqda. Korxona doimiy ravishda yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy qilgan holda mahsulot sifatini yaxshilashga, eksport geografiyasini kengaytirishga va mahalliy bozorda raqobatbardoshlikni oshirishga intiladi. Bu yerda nafaqat tirkamali va yarim tirkamali yuk avtomobillari ishlab chiqarilmoqda, balki butun bir sanoat tarmog'i yuzaga kelmoqda. Mahalliylashtirish jarayonlari, eksport hajmining ortishi, bularning barchasi milliy iqtisodiyotning yuksalishini belgilab beruvchi omillardir. Hayot bu harakat. Harakat bo'lgan joyda taraqqiyot, yangilanish, o'sish bo'ladi. Mamlakatimizda so'nggi yillarda kuzatilayotgan ijtimoiy iqtisodiy yuksalishlarda esa ana shu harakatning negizida turishni boshlagan sohalardan biri avtomobilsozlik sanoati yurtimizda texnologik salohiyat, muhandislik madaniyati va ishlab chiqarish tizimini ham yuksaltirmoqda. Mazkur yo'nalishda yaratilayotgan yangi ish o'rinlari, eng muhimi, yoshlar bandligining ortishi mamlakat taraqqiyotida muhim omilga aylandi. Korxona yuzlab yoshlar uchun mehnat maydoni, hayot maktabi, kelajak poydevorini yaratmoqda. Kollej va texnikum bitiruvchilari ushbu korxonada o'zining birinchi mehnat faoliyatini boshlagan. Ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilgan amaliyot va o'quv dasturlari orqali yoshlar nafaqat nazariy bilim, balki amaliyotni ham shu yerda o'zlashtiryapti. Bu har bir yosh uchun ulkan imkoniyat. O'z kelajagini qurish mehnati orqali orzuga yetkazuvchi tizim. Bu korxonada juda ham ko'p yoshlar ishlaydi. Bu yoshlarga yaratilgan sharoitlar, shart-sharoitlar juda ham yaxshi. Doimiy ish o'rniga ega biza 300 dan ziyod ish o'rni bor. Hamma sharoitlari yaxshi. Men bu korxonada faoliyatim davomida juda ham ko'p imkoniyatlarga ega bo'ldim, juda ham ko'p moddiy jihatdan imkoniyatlarga ega bo'ldim. Har bir yoshni orzusidagi korxona desam mubolag'a bo'lmaydi. Shu yerda olayotgan oylik maoshimdan uylanib to'y qildim, moddiy sharoitlarimni yaxshiladim, avtomashina oldim. Bunday korxonalar O'zbekistonimizda ko'paysin. Men bu yerda ish faoliyatimni boshlaganimda oddiy ishchi xodim edim. Mana shu 12-13 yil ish faoliyatimda ishchi ustasi bo'ldim va hozir sex boshlig'i, rahbar sifatida ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Iqtidorimizda, o'zimizda qo'limizdagi bor imkoniyatlardan foydalanib, karyeramizda ham o'sish bo'lyapti, lavozimimizda o'sish bo'lyapti. Hamma narsaga biz yoshlarga yaratilgan sharoitlar orqasida hammasi. Karyera o'sdimi, demak, olayotgan oylik maosh ham shunga qarab ko'payib boraveradi.
Shahzod Olimov Jomboy tumani Katta qishloq mahallasida yashaydi. U Toshkent davlat transport universitetining aviasozlik yo'nalishida tahsil olgan. Yoshlar daftariga kiritilgan Shahzod 2023-yildan mazkur korxonada chilangar yig'uv ustasi bo'lib ishlayapti. Oylik maoshi 6 million so'm. Bugungi kunda avtomobil sanoatida muhandis, texnolog, operator, ustaxona rahbari kabi o'nlab mutaxassisliklar bo'yicha ish o'rinlari kengaymoqda. Bundan tashqari yuqori maoshli, barqaror ish o'rinlari yaratilayotgani sababli ko'plab yoshlar xorijga chiqmasdan yurtimizda munosib mehnat bilan shug'ullanmoqda. Bu esa nafaqat shaxsiy hayot, balki oilaviy va ijtimoiy barqarorlik uchun ham muhim omildir. 2014-yil shu O'zavtotreyler mas'uliyati cheklangan jamiyatga ishga kirdim. Hozirgi kunda tayyorlash uchastkasida uchastka ustasi bo'lib ishlayman. Men o'z ishimni yaxshi ko'raman. Zavodimiz milliy brend asosida ish olib boryapti. Hozirgi kunda tirkamalar, yarim tirkamalar, yuk tashish uchun mo'ljallangan avtomobillar ishlab chiqaramiz. Shunda undan tashqari maxsus texnikalar ishlab chiqaramiz. Ishlab chiqargan texnikalarimizni Markaziy Osiyo davlatlariga, Yevropa davlatlariga eksport qilamiz. Ko'chalarda ko'rganimizda, televizorlarda ko'rganimizda o'sha o'zimizning texnikalarimizni bizlar g'ururlanamiz. Shu o'zimiz ishlab chiqargan texnikalarimiz dunyoning har bir davlatlarida borligidan faxrlanamiz. Jamoamizda asosan yoshlardan iborat, aksariyatlari oliy ma'lumotli, o'z ishiga yaxshi qaraydi, malakali xodimlar o'zini mutaxassisliklari bo'yicha ishlaydi. Tashkilotimiz beradigan maoshlar xodimlarimizni qoniqtiradi. Chetga borishimiz shart emas. Ish sharoitlari ham hammasi yaxshi. Tibbiyot xodimlari ham bizlarni ish davomida ham nazorat qilib turadi. Salomatligimizga e'tibor qilib turadi. Har taraflama shu zavodimizda ishlaganimizdan faxrlanamiz. Farovonlik degan tushuncha faqat moliyaviy barqarorlik emas, balki munosib mehnat, ishonchli daromad, zamonaviy transport, qulay turmush va harakat erkinligini ham o'z ichiga oladi. Bugun yurtdoshlarimiz o'z biznesini avtotransport orqali yurityapti. Mehnat qilib topgan mablag'ini mahalliy mahsulotga ishonch bilan sarflayapti. Bu esa farovonlikning real ifodasidir. Har bir mashina yuzlab qismlar, o'nlab korxonalar, minglab ishchi mutaxassislar mehnati demakdir. Avtomobilsozlikning yana bir muhim jihati u eksportbop sohadir. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtoulovlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Afg'oniston, Tojikiston, Turkmaniston va boshqa davlatlarda yuqori talabga ega bo'lib bormoqda. Demak, bu soha orqali yurtimizga valyuta kelmoqda. Xalqaro imijimiz mustahkamlanmoqda. Mehnat salohiyatimiz e'tirof etilmoqda. Aynan shu jihatlar xalq turmush darajasiga, qulaylikka, iqtisodiy barqarorlikka va keng imkoniyatlarga xizmat qilmoqda. Shohruxbek, bugun ishlab chiqarish korxonalarini kuzatar ekanmiz. Asosan ish o'rinlarida yoshlar mehnat qilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu o'sha sifat brendini oshirishda, mahsulotni mustahkamlashda, pishiq bo'lishida muhim ahamiyatga ega. Siz yoshlarning vakili sifatida nimalarni e'tirof etasiz? Ularga yaratilayotgan sharoitlar qanday? Bugun yoshlar nimani xohlaydi? Bu moddiy farovonligi ular uchun yetarli bo'layaptimi? Hozirgi kunda yoshlarga bo'layotgan e'tibor juda katta. Shu sababdan bizning korxonamizda ham qariyb yoshlar 80% ni tashkil qiladi. Bizning korxonamizga keladigan yoshlarimiz kasb-hunarga o'qitish markazlaridan keladi, avtomobilsozlik texnikumlaridan keladi. Hozirgi kunda ularga bo'layotgan e'tibor yaxshi. Ham bizda bo'layotgan e'tibor ham oyliklarimiz, ularga yaratilgan sharoitlar hammasi qoniqarli. Ishchilarimiz bundan mamnun. Yoshlarimiz hozirgi kunda o'zlari xohlab mehnat faoliyatlarini olib boryapti. Bizlar milliy brendimiz, o'zimizning mahsulotlarimiz hozirgi kunda ko'p davlatlarga eksport qilyapmiz. Bu talabi shundaki, ishchi xodimlarning malakasi, o'ziga bo'lgan ishonchi, qat'iyati bo'lishi kerak. Sababi bu milliy brend. Yoshlarimiz to'liq shu bizlar qo'yayotgan talabimizga 100% javob beradi desak adashmagan bo'laman. Siz ham 13 yil avval mana shu yerda oddiy ishchilikdan faoliyatingizni boshlagan ekansiz. Bugun malakali bir mutaxassisga aylandingiz, qolaversa bir bo'limning rahbarisiz. Yoshlarni malakali mutaxassis bo'lishida qanday bir xorij tajribasi o'rganilyaptimi, ularni xorijda o'qitish? Bizda o'qitish kurslari bor, maxsus o'qish kurslarida o'qib keladi. Kasb-hunarga o'qitish markazlarida boshlang'ich bilimlarni olganda bizda o'zimizda ham ustoz shogird an'anasi chiroyli yo'lga qo'yilgan.
shu an'ana orqali ham o'zlarini bilimlarini, ko'nikmalarini mustahkamlab boradi yoshlarimiz. Bu yerdagi oylik maoshlar ularni moddiy farovonligini barqaror qilishda yetarli bo'lyaptimi? Hozirgi kunda yetarli bo'lyapti. Buni qo'rqmay aytsak bo'ladi. O'z ustida ishlayotgan yoshlar, masalan, tadbirkorligini boshlab, bir brend yaratish ustida ishlayotgan yoshlar ham bormi? Iqtidorli yoshlarimiz ko'p. Bunga hech qanaqa to'siq yo'q. Masalan, o'zimizning korxonamizdagi yoshlar ham o'zini bemalol qo'rqmasdan o'zini brendini yaratsa bo'ladi. Sababi har bitta hozir ishlab chiqarish korxonalarini mahalliylashtirish dasturi yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bunga keng imkoniyat bor. Agar xohlovchilar bo'lsa, o'zimizning ichimizda ham qiziqib yurganlar va xohlovchilar bo'lsa, kelib bemalol istagini bildirib, o'zining taklifini bersa, bemalol ishlasa bo'ladi. Hamma sharoit yaratilgan, faqat o'zida ozgina intilish bo'lish kerak. O'ziga bo'lgan ozgina ishonch bo'lish kerak. Chet davlatlarga borish shart emas. Mana o'zimiz korxonamizda ham hozir mana shu eksport salohiyatimiz kengayganligi sababli yangi ish o'rinlari yaratilyapti. Bemalol murojaat qilib ham kelib mana shu yerda o'z faoliyatini yuritsa bo'ladi. Bunaqa vaziyatlar ham bo'ldiki, bizada mana shu chet davlatlarga borib, boshqa ishlarda ishlab, u yoqdagi ishlari o'xshamay qaytib kelib turib, hozirgi kunda shu ishidan mamnun ishlab yurgan yoshlarimiz ham bor. Endi hozir borasanmi desa, u borish niyati yo'q. Qoniqtiradi hozirgi oylik, bu yerdagi sharoit qoniqtiradi. Ish xodimlarga yaratilgan imkoniyatlar transport xizmati, xodimlarni ishga olib kelish, uyga olib borish, ovqatlanish, tushlik yo'lga qo'yilgan ish xodimlariga. Bunday ishlab chiqarish yaratilgan sharoitlar o'z-o'zidan moddiy farovonlikni oshiradi. Bugungi farovon hayotimizning qon tomiri tadbirkorlikda, ishlab chiqarishda, zavodlarda, konveyerlarda, muhandis aqlida, mehnatkash qo'llarda, Qo'qondan Toshkentgacha, Andijondan Navoiygacha yurtimiz bo'ylab yurgan har bir avtoulov ortida minglab ishchi mutaxassislarning zahmati mujassam. Ishlab chiqarishdan tashqari innovatsiya, xizmat ko'rsatish, logistika, marketing kabi sohalarda ham avtomobil sanoati o'z ta'sir doirasini kengaytirmoqda. Har bir ishlab chiqarilayotgan texnika, ish o'rinlari, oylik maosh, oilalar farovonligi, ichki bozor muvozanati va eng muhimi, milliy iqtisodiyotning ustunidir. Ayniqsa keyingi yillarda avtomobilsozlik sohasida kuzatilayotgan yangilanishlar, yangi texnologiyalarni joriy etish kabi ishlar sohaning qanchalik strategik ahamiyatga ega ekanini yana bir bor tasdiqlamoqda. Ushbu milliy brend ostidagi avtomobillar nafaqat yurtimizda, balki Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'oniston, Rossiya Federatsiyasi va O'rta Sharq bozorlarida ham harakatlanmoqda. U yerda mustahkamligi, raqobatbardoshliligi va foydalanishdagi qulayligi bilan qadr topmoqda. Milliy avtomobilsozlik eksport hajmini yil sayin oshirmoqda. Xalqaro standartlarga mos sifat belgilarini qo'lga kirityapti. Asosiysi O'zbekiston brendini global xaritada mustahkamlashga erishyapti. Bu nafaqat iqtisodiy foyda, balki milliy salohiyatning jahon bozorida o'z so'zini aytish demakdir.